Endi bugun yaxshi gaplardan gaplashamiz. Men konsertimiz nomini Suyunchi deb qo'ydik, sababi suyunch bu yaxshi narsa. Suyunchliklar bu insonda mana suyunchi bering desa, bir narsani o'ylaysizki, bir yaxshilik bor, bir suyunchi bor. Yomonlik yo'q suyunchining ichida. Endi mana shu bizga ham yaratgan quruq qo'ymasdan 10 yil kutgan bir aziz farzand, qiz farzand berdi ya Xudo. Rahmat, iloyim sog' bo'linglar. Nasib qilsin, sizlarda qizinglar. Mani qizim, mani o'g'lim, sizlarda o'g'linglar. Mani otam, mani onam o'tib ketgan. Mani otam, mani onam, sizlar. O'shaning uchun konsertimiz nomini Suyunchi deb qo'ydik. Ya o'zi emas ekan. Men esimdan chiqib ketibdi 10 yil. Voy, taksi ko'z degani bor ekan. Men 2 yil bilmagan ekanman. Oldin onalarimiz taksi ko'z bo'lsa, kessak olibga, kessak bering, qurtma, tilim qichyapti, tishim qichyapti, yana qaytadir qichyapti, nimadir. Taksi ko'z shunaqa bo'ladi. Mayda-chuda narsalarga taksi ko'z bo'lardi. Orada yana bitta ayollarimiz mevaga bo'ldi. Sal to'qlik boshlandi. Meva bering, qulpinoy bering. Qishda so'rashlar. Hozirgi taksi ko'z ayollar, qizlarimiz u taksi ko'z emas u. U premium klass taksi. Biznes klass taksi bo'pti. Gap yo'q. Texnikaga ham bo'ladimi odam taksi ko'z? Mashina olib keling. Voy. Yangiliklar ham ko'payib ketibdi dedim. Qora kiyo olib bermasangiz deydi, bolangizga ta'sir qiladi deydi. Bunni pichig' bo'lib qoladi deydi. Tikda qo'shnimni ko'rdim. Bunga ham shunaqa bo'lgan ekan-da dedim. Demak, nimadir olib bermagan ekan-da dedim. O'shanaqa bo'lib qolmasin deb, yo'q, mayli, texnikani qo'yaylik. Uni orasidagi mayda chudalarni qarang. Anaqa olib keling, anaqani ko'rdikdan restoranda anaqa ko'rdik, salat, o'shani ta'mi chutib yegim kelib kelyapti. Haligi Amarantga borganimizda yoki haligi Lisayetsdan bir narsa olib keling, anaqa olib keling, manaqa olib keling. Voy. Borimda tugatdi-ya. Agar men o'sha bolani olish kerak bo'lganda sotilsa, menga orzuroqqa tushardi o'sha bola. To'ba, 10 yil esimdan chiqib ketibdi. Bu yotar ekan. Mana uni katta qilar ekansiz, to'ldirar ekansiz ichini qimmat narsalar bilan. Katta bo'layaptimi ish qilib deyman. Ha, deydi. Anaqa ham olib kel, telefon qilsa yuragim o'ynaydi, oila. O'labey. Ha, qattasiz. Yaxshimisan? Endi Xudo berdi 10 yil kutdiguna. Nima gap, nima so'z, ehtiyot qilaylik, aytganini qildik. Bola ham tug'ilyapti, men ham tugab boryapman. Tug'ildi. Voy, yetkizganiga shukr. Bizni ayollar, meni buvlarim tuqqanda nima ichardi ayollar? Atala. Onasi tug'dingmi? Ha, qiz voy, qulluq bo'lsin. Atala olib boraman. Desam, kim deysiz dedi. Atala, tuqqaniga atala ichadi-yu desam. Dadasi, ana shu atalani bosing. O'sha buvlaringiz, qarindoshlaringiz bilan ichuvering, men atala ichmayman. Yana sentrda tug'ildi, 6-raddomda. Assalomu alaykum. Sentrda Madina deb ism qo'ydik. Madina emas, Madina. Endi iloji yo'q, Toshkentlik bo'lib ketmoqchimiz. Endi bari parod qilib qo'yamiz ora-orada. Mana men endi o'zimcha o'xshatib, assalomu alaykum. Men aytayotganim anaqa deyman, men sisterlar, assalomu alaykum. Anaqa Mohir Asadovna, assalomu alaykum. O'zimcha endi chiroyli gapirib, hammasiga suyunchlar berib, unga bunga buyoq nima qildi? Kindigini kesdi. Mana sizga buyoq nima qildi? Yuvdi. Mana sizga buyoq nima qildi? Men ham tuqqanman. Sizga nimaga beraman? Eringiz yo'qmi? Ha, beravering, mana. Men o'yladim, mana shu 6 ta xotin hali bolani yasadimi deyapman. Men aytdim, xotin, sen nima ish qilding? Shuncha odam ish qilibdi dedim.
Xotinimga suyunchi bermadim xolos. Bu yoqdan qorovul chiqdi. Assalomu alaykum, 6 marta kirib chiqdingizmi dedi. Mana shuni oling dedim, yangi oluvdim dedim. Lekin yetkazganiga shukr. Kelinglar, mehmon keldi. Kelinglar. Sizlar to'g'ri kelyapsizlarmi qilib? Qani hamdam deb turib olish yo'q. Birov degan zildagi, "Yi, bu yoqmidi?"